PUBG. Bugungi videoda TikTokdagi bug va lifhacklarni tekshirib ko'ramiz. Video boshlanmasdan oldin kanalimga obuna bo'lib, like bosib qo'yamiz. Qanunda videoni boshlaymiz. Bugungi videodagi birinchi lifhack video. Shunaqa joyi bor ekan. Bu yerda bemalol dushmanlarni otsa ham bo'ladi. Rank ko'tarayotganlar ham kelib shu bugdan foydalansa bo'ladi. Biz ham shu joyni topib keldik. Qani birinchi imkoniyat o'xsharmikan? Yo'q, birinchisi o'xshamadi. Bu urinish ham o'xshamadi. Boshqa joyga o'tib sinab ko'ramiz. O'xshaganday bo'ldi. Bu safar ham o'xshamadi. Keyingi urinish. Ana bu safar o'xshadi. Bu bugimiz o'xshadi. Ikkinchi lifehack video. Kichkina eventda shunaqa joy bor ekan. Shu joyga kelib ustiga chiqib oldi. Biz ham buni sinab ko'ramiz. Birinchi urinish. Birinchi urinishimiz o'xshamadi. Yana qaytadan qilib ko'ramiz. Ikkinchi urinishimizda o'xshadi. Sizlar ham kelib sinab ko'rsalaringiz o'xshaydi. Eventdagi odamlarning hammasini yopsa bo'ladi. Bu lifehack videomiz ham o'xshadi. Uchinchi lifehack video. Sosnovkada shunaqa joy bor. Bu yerda mashina tiqilib qoladi, o'ta olmaydi. Va shu joyda ustidan sakrab o'tib ketsa bo'lar ekan. Biz ham bajarib ko'ramiz. Mashina olib ko'rsatilgan joyni topib oldim. Birinchi urinishda ozgina qoldi, lekin o'ta olmadim. Ikkinchi urinishimiz. Mashinam tiqilib qoldi, chiqara olmadim va boshqa mashina qidirib topdim. Uchinchi urinish. Bu ham tiqilib qoldi. Bu lifehackimiz o'xshamadi. To'rtinchi lifehack videoga o'tamiz. Livi kartasida Midstay'ning oldida shunaqa uy bor. Shu uyga kirib velosipedda bug ishlatib, uyning ichiga kirib ketsa bo'lar ekan. Bemalol o'qitadi, odamlarni otsa ham bo'ladi. Biz ham bajarib ko'ramiz. Birinchi urinish. O'xshamadi.
juda ko'p urinishlar qildim, lekin baribir bu bug videomiz o'xshamas. Shu bilan bugungi videomiz o'z yakuniga yetdi. Video yoqgan bo'lsa, like va obunani bosib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yamiz. Sizlar bilan Kryptos PUBG bo'ldi.